Bu sigir oyunchoqcha juda ham zo'r o'yinchoq ekan. Ovozim chiqarar ekan hattoki. Davay ovoz chiqar. Buu! Buu! Kuchamasdan ovoz chiqar, normalroq. Buu! O'zimni ovozimga o'xshar ekan ovozing lekin. Johani chaqirtiray qolgan sigirlarni yo'qsa qishloqda yomon sigir ko'payib ketdi. Wow, qishlog'imizda quyosh juda ham chiroyli chiqadi. Shu tabiat hodisasini mana shu go'zallikni ko'ray deb daraxt ustiga chiqib olgandim. Mana nihoyat ko'rdim. Juda ham go'zal. Wow! Telefonga rasmga olib bir ikkita tak bo'ldi. Instagramga yuklayman. Oho, qishloqda namcha sigirlar bosib ketdi. Oho, mana sigirlar qaranglar. Buncha sigir qayerdan kelib qoldi? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar mening yangi videomda. Albatta kanalga tez obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bu men uchun juda ham muhim. Aytgancha asosiy kanalimga ham o'tib obuna bo'linglar. Asosiy kanalimda manzil chiqardi yo'q. Prosta YouTube'ga kirib Jo'xa 75 deb izlasanglar chiqadi. U kanalda zo'r videolar chiqadi. Xolos, короче tak, merda uylanish haqidagi videoni ham chiqargandim. O'sha kanalga ko'rmaganlar bo'lsa, o'tib ko'rishinglarni tavsiya beraman. Xo'sh, ana endi pastga tushish kerak, bir amallab chiqishga chiqdim-ku, tushish problema endi. Qanday tushsam bo'ladi? Tak, bu yerdan bitta shoxchani shunday sindiramiz. Tak, tayinakimiz mamnusini sindiramiz. Shunday kelamiz. Gapni qaranglar, voydot deb asli tushib olamiz. Xo'p, sigirlarni bir so'yib yevorsammikan? Shuncha sigir qaranglar. Sigir tog'a qandaysiz, tinchimiz? Bu zo'r degani menimcha, bilmadim. Endi bular tarjimoni kerak bizga. Qishloqni ichini namcha sigir bosib ketgan. Bularni yo'q qilish kerak. Tak, polzimga kirmagan birortasi. Polzimga kirmabdi, yaxshi. Tak, bular qanday yo'q qilsak bo'ladi, qaranglar. Oho, shuncha ham sigir ko'payib ketadimi? Mana ularning ahvolini qaranglar. Mayli, hozir polzimda ishlarim bor edi-yu, mayli, bugun polzda ishlamayman. Jo'xa, seni Janob chaqirdi. Mayli, hozir boraman, Janob chaqirgan bo'lsa. Tak, hozir undan oldim. Tak, nima qilsam ekan? Xo'sh. Tak, ana endi to'xtanglar-da. Menda mana bu narsa, bu qayerdan kelib qoldi? What? Salomda bunaqa narsa yo'q-ku. Mayli. Bu nima ekanini bilmadim. Tak, hozir mayli, polzdagi ishlarni keyin qilaman. Avval Janob merni yana bir borib kelish kerak. Janob mer menga qanaqadir ish buyursa kerak. Oy, brata, mana kartochka adashmasam sizdan sizga solib qo'ying-da. Ko'chaga tashlab berish yomon. Bo'pti. Qaytarib ber. Mana olmasangiz men qanday sizga berib olmaysizlar? Ikkita egizaklar. Oho! Takoy bir-biriga zo'r o'xshaydi. Takoy jinnida bular. Tak, ana endi stop. Bu nima narsa ekan? Bu nima bu? O sigirni terisimi? What the? Voy. Mayli. Nimaga berib qo'yibdi ekan? Tushunmadim. Ko'rgazmay qo'yibdimi ekan? Yo, nima qilish kerak? Ustiga chiqish kerak, nima qilish? O'ynashga, urish kerak, titish kerakmi ekan? Voy, yuvish kerakmi yo? Yo, gilamini yuvib turib shunaqa qo'ydim ekan quyoshga. Quyosh qayerda edi? Quyoshga qaratib qo'yilgan. Lekin bu tomonga, quyosh bu tomonga turibdi-ku. Yo, bilmadim. Balki mana jetellarnikidir. Jetellar, mana bu kimniki, sizlarniki emasmi? Janob mer chiqarib qo'ygan. Janob mer uyda qanaqadir sigircha ham turibdi, tushunmadim. Tak, assalomu alaykum Janob mer, va bu qanaqa sigircha? Va alaykum, bu o'yinchoq sigir. O'yinchoqmi? Nima bunaqa olib kelib qo'yibsiz? Qishlog'imizda o'yinchoqlar, sigirlar ko'payib ketdi. Ularni o'yinchoqqa aylantiryapmiz. Keyin terisidan gilam yasayapmiz. Senga bitta ish bor edi. Qanaqa ish? Короче, bitta sigir ferma qurasan-da, qishloqdagi bor sigirlarni o'sha ichiga joylaysan. Evazigachi? Evaziga $10 beraman. Seriozmi? Da, seriozmi? Bo'ldi gap yo, bratam. Hozir yes qilamiz. Men ketdim, o'sha ish boshlayman. $10 bilasizlarmi qancha? Bilasizlarmi? 10 to'xta, orqamga nima bunaqa qo'yib qo'ygan? $10 men xohlagan mashinamni olsam bo'ladi. Aynan qanaqa mashinaligini esa bilmadim. Menimcha BMW yoki Mercedes olishim mumkin. Hozir короче ishlarni tugatib olsam, keyin fermamda ham ishlashga harakat qilaman, lekin hozir yig'ib chiqamiz. Aytgancha, mana bu narsani endi bildim. Mana bu arqon qayerdandir sotib olgandim, esimdan chiqib ketgan ekan. Bu narsalar kerak, biz sigirlarni bog'lab turib ushlab olishimizga. Tak, ana endi Xo'sh. Bular kartoshkasini nimaga ko'chaga tashib qo'ygan? Voy, insofsizlar. Mayli, mana bu bratanga beramiz. Bratan, sizga ikkita mayli, nima ham qilardim? Izdon borib beramiz albatta. Brat, sizga ikkita kartoshka. Voy, basharangga oyog'im seni. Ikkita kartoshka yo'q. Birortanga ham bermayman, o'zimga olib qo'yaman. O'zim qovurib yeyman, senlar yemasang. Senlar nima o'ylasam, senlar bo'lsa meni o'ylamaysan.
Ya'ni o'ylamaysan emas, prosta meni tushunmayapsan, eshitmayapsanlar. Men shunda hozir mana uyni atrofidan bitta aylab chiqdim o'yin deb mana kompyuter xonani. O'zim ham yoqqa ketayotgandim. Nima qilaman shuncha joyga aylanib chiqib. Oho, bu yerda sigirlar bosib ketgan. Mayli, hozir yig'ishtirib chiqamiz hamma sigirni. Birinchi o'rinda biz zabor yasab turib, atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Ya'ni o'shalar qamab qo'ysak, keyin qochib chiqib keta olmaydi ular. Tak, shunaqa narsa qilishimiz kerak. Olamiz va yana olamiz. Nechta kerak bo'lar ekan, bilmadim. Son sanoq buni qaror hisoblab o'tirishga biroz erinayapman. Erinchoqman-da o'zi. Shunaqa hamma narsaga erinib ketaveraman. Jitellarni ham shunaqa narsalarga o'rgatish kerak. Faqat hamma ishni men qilaman. Jitellar ham nimadir ish qilish kerak-ku axir. Bilmadim. Ularga ham ish qilishni o'rgatishim kerak. Hozir faqat men ishlayapman bu qishloqda. Boshqa hech kim ishlamaydi. Ular dangasadan ham battar bo'lib ketgan, bilasizlarmi? Bularni nimadir qilish kerak, tochne bularni. Tak, ana endi hozir bularni hammasini birinchi o'rinda taxtaga aylantiramiz. Keyingi o'rinda tak 1 2 3 4 5 6 7 4 ta qoldirsak, menimcha o'zi yo'q, to'xtada. Hammasini ol. Mana buni tak bittani bu yerga qo'sh, hammasini olamiz endi. 56 ta, buni yarmini olib turib bunaqasiga qo'yamiz. Yarmini olib turib bunaqasiga. Orasiga keyin hammasini qo'yib turib, u eshik ekan-ku bu. O'zi qanday yasalarda, o'zi uchun bunday qilish kerak, qaranglar. Buni yarmini olib turib bu tomonga qo'yish kerak, yarmini olib turib bu tomonga qo'yish kerak-da, o'rtaga cho'pni qo'yish kerak. Mana zabor 27 ta. Ana endi eshik yasashga blok yo'q menda. Eshik uchun ham blok olib kelishim kerak borib, ya'ni daraxt. Qayerdan olsak bo'ladi daraxtni? Ortiqcha daraxtlar yo'qmi shu atrofda birorta? Shu erinib ketaman boru, yana qaytib borishim kerak shuncha joyga. Tezroq yaqinroq joydagisidan birortasini olib ketay. Lekin yaqindagi ekologiyamizga zarar ediyu, iloji yo'q, zarar yetkazsak ham evaziga daraxt ekib qo'yardik. Daraxtlarni mayli ekib qo'yaman keyinroq. Hozir o'sha fermani yasasam $10 olaman, keyin esa mazza bo'ladi menga. Bilasizlar nima qilaman bu pulni? Mashina olaman deb aytdim-ku sizlarga, nima? Har doim takrorlashim shartmi? Xo'sh, ana endi biz tak eshik yasaymiz. Bitta eshik yetarmikan? Bitta eshikcha. Menimcha bittasi yetadi. Bo'ldi, bitta yetadi. Ketgan endi ishni boshlaymiz. Hamda keyin nima edi? Короче, sigirlarni bog'lab turib ushlab olaman. Qayerdan qursak bo'ladi? Shu mer do'yiga yaqinroq joydan qurish kerak, chunki mer qandaydir zavodni bir balo qirmoqchi-ku, qurmoqchi. Mayli, mana bu tekislikdan qursak ham bo'ladi. Tak, mana shu yerdan quraman, kakras. Atrofda o't o'lanlar yetarlicha o'tlab o'tirishadi. Kakras o'zi mana bu yerda bir ikkitasi yuribdi. Ichida qolib ketadi birdaniga. Xo'sh, tak, voy mana bu yaramas o't top tashlaylik-da. Nima narsa ekan bu? Qanaqadir urug' berdi menga. Nima qilaman urug'ni? Men pishirib yeyman. Tak, qovurib yeymanmi yoki qaynatib yeymanmi? Tak, mana yaxshi chiqib ketmaylar iltimos. Obbo, chiqib ketdi hammasi. Mayli, hozir qaytarib qamab qo'yaman olib kelib. Tak, nechta yetmaydimi deyman-da. Obbo, zavorlar yetmas ekan, juda ham yomon. Yo, yetamkan. Qochib turing-da, tog'a. Yaxshi, tog'a, shu yerda turing, ichida turing, ichida chiqib ketmang, tog'a. Okay. Obbo, 3 ta qoldimi? Nechta qoldi? 2 ta, bitta. Voy, yetmadi-ku. Tak, yasash kerak. Yasamasak bo'lmaydi hozir. Tak, qayerdadir verstak yo'qmi-kan shu uyning ichida? Yo'q. Kimnidir uyda ko'rgandim verstakni. O'zim yasasamchi, o'zimda blok bor-ku, o'zim yasab olay-da. Okay. Ana endi verstakni qo'yib turib, hozir zabor yasab olamiz birlikda. Tak, mayli, bu yerda ham verstak baribir kerak bo'ladi. Tak, qanday yasalardi? Unisida o'rtada ikkita cho'p, 4 ta tak yetadi. Qolgani mana bu yerga 4 ta qilib qo'yamiz. 3 ta berdi. 3 ta yetarmikan? Bitta, 2 ta, 3 ta yetar ekanda. Xo'sh, eshikni qayerdan qoldiramiz? Eshik albatta mana bu qishloq tomondan bo'lishi kerak. Mer kirib chiqish kerak-da bu yerga. Merda nimasi-ku bu? Merda, короче, fermasi-ku. O'tlarni ekib qo'yamiz, chunki ular o'tlab yurish kerak buning ichida. Tak, ana endi ketdik. Mollarni olib kelishni boshlaymiz. Qani qayerda bor? Mana shu atrofda o'zim yonimda yurgan ekan. Tak, tog'a, sizni olib ketaman. To'xtab turing, yana keling bu yoqqa. Tak, sizni ham olib ketamiz, to'xtang. Okay, ikkita bog'landimi? Yaxshi. Sizni ham olib ketamiz. Uchaliklar ham ortimdan. Davay. Kelamiz. Davay. Uzilib qolmadinglarmi? Yo'q, uzilib qolsanglar qaranglar-da, lekin chatoq bo'ladi. Masalan, yana izinglardan qayerga borib kelishim mumkin bo'ladi. Kiringlar, davay. Kir, uchalang ham kir. Tak, uchalang mana shunga bog'lab qo'yaman. Bittang bog'landingmi? Ikkitang bog'landing-ku. Bittangni menga bog'layman. Bo'ldi, shuni paga turib turinglar, keyin ko'ramiz yana. Tak, ana endi yana qayerda sigirlar bor? Mana bu yerda bitta bor ekan. Biratan sizni olib ketamiz. Sizni olib ketmasak bo'lmayapti. Siz tegishli joylarga olib boramiz hozir. Sizlar yomon ayb ish qilgansizlar. O'sha ayb ishlarni yuvish uchun sizlarni hozir tegishli joylarga yetkazamiz. Tak, 5 ta birdaniga. Yaxshi, mana uni ham olsak 6 ta. Ana yerdagilarni ham olib kelaman. Avval shu yog'ini olib boray, uni qaranglar.
Taxt qaranglar, bu qaranglar. Oho, shunchasini olib ketyapman, yaxshi. Futbolkamning orqasida nima narsa? Va aytgancha urug'ni qo'ygandim, lekin takoy turar ekan, ko'rdinglarmi? Menga yoqdi. Xo'sh, sigirlarni tezroq yig'ishtirishim kerak. Xo'p, kelyapsizlarmi orqamda? Oho, davay, kiringlar ichkariga. Tak, bu yerga bir ikkitalaring, bu yoqqa, hammalaring shu yerga kirdinglarmi? Nima kirmayapsanlar senlar? Senlar nima kirmayapsanlar? Sig'asanlar hammang kir. Okey. Yana nechta? 3 ta. Kir ichkariga, hammang kir, bu yoqqa kir. Tortishim kerak senlarni. Tak, kirdinglar hammang. Bu yerga baylaymiz. Bu yerga baylaymiz. Nechta qoldi? Bitta qoldi. Bu yerga bog'laymiz. Kir bu yoqqa. Nima qo'rqayapsanmi? Bo'ldi, shu yerda o'tirlaring. Tak, nechta bo'ldi bu yerda? Bilmadim, короче, bo'lgan olib kelish kerak. Qayerda bor yana? 23 ta arqonim qoldi. Yetarmikan 23 ta yeb. Tak, yetkazamiz nima qilib bo'lsa ham. Tak. Qayerda qolgan sigirlar? Mana sigirlar. Mana, voy sigircha, to'xta sigircha, seni olib ketamiz. Tak, mana bu tomondagilarni ham, shuncha sigir. Bularni olib bora olamanmi? Qaranglar, buni olamiz. Menga qarasan, tinti bo'lib qo'yamisan, turgan joyingda aylanaversan. Attraksion qilyapti o'ziga o'zi. Voy, bolachasi ham bor ekan. To'xta, bolacha, to'xta. Seni o'zing borasan, oyingizdan menimcha. Seni bog'lab olishim shart emas. Tak, qayerda qoldi yana? Ha, men bu yerda birikda ko'rgandayman. Izimdan kelyaptimi bular? Kelyapsanlarmi? Voy, qolib ketibdi bir ikkitasi. Uzilib ketdimi iplar? Nimaga bu qolib ketdi bular? Tushunmadim men. Ya, uzilib ketibdi ekan. Ha, bo'ldi. Qaytadan ulab olamiz. Kelinglar, bratan, opacha ketdi, sizni olib ketamiz. Bratan emas, chunki bolasi bor, ko'rmayapsizlarmi? Bolasi bo'lgandan keyin opacha bo'lmaydi u. Tak, qani, nechta bo'ldi? Hammang bormisan? Da, tugal. Ana endi ketdik. Bularni olib borib fermaga joylaymiz yana. Yana bir ikkita qoldi, ularni ham yechim kerak. Kelyapsizlar, da, hammalaring, sizlarni qaranglar. Yo'lda o'rtasida chiroyli qilib yuraman, mana. Cho'tki mana. Bizning mol suruvimiz bor, davay. Bolachaqani, mida bolachaqani. Bolachaqani, bolachang. Bolachang qolib ketdimi? Voy, bolachang nahotki, bo'ldi, keyin olib kelaman bolachangni, bor, ko'tarib bo'lsam olib kelaman. Tassenlarni avval joylashtirib olayda. Ular yugurishni qaranglar. Dahshat bor, bunaqa mazza qilib ishlamagandim hech qachon. Tak, ishdan mazza qilmagandim to'g'rirog'i. Tak, kiringlar, davay, kir, hammang kir, ichkariga kir. Kir deyapman, kir ichkariga kir. Voy, menga qara, kir deyapman, kir ichkariga. Kirmaysanlarmi? Bitta kir, bitta, to'xta. Bitta ikkitangni men bu yoqqa bog'layman. Bitta ikkitangni hammang bog'landing o'sha yoqqa. Endi senlar kiritish kerak. Tak, to'xtaman. Bu yerdan bir ikkita bloklarni siplashasam, mana bolacha yetib kelibdi. Malades bolacha, gap yo'q, bor, addush zo'rsan. Gap yo'q senga. Tak, mana va mana. Bo'ldi. Ana endi uxlaymanda qolgan neft top keldim. Shu yerda o'zi ham qaranglar qancha o'tib ketdi. Dahshat bor-ku.